Так, bizada Cherry ET Pro mashinamizni natijtilni alishtiramiz. Natijtil ketgan, keyin konditsionerdan ham sal ovozi bor. Bu safar kelganlarda alishtiradilar uni. И natijtil bilan rement mana. Mana shu rement mana o'zining originali. Originali mana zarchalik bo'ladi mana zari. Mana bu ham natijtil. Mana korobkada keladi. Buni ham duplikat chiqqan. Shuning uchun originaldan qo'yinglar, problema bo'lib qolmasin desangiz. Keyin bu mashinaga switch ham qo'yganlar. Trekkermi, Econoxmi, Malibu bilmayman nima switchi. Qaltirab yotibdi motor. Shuning uchun faqat o'zining switchasidan qo'yib qarab yuringlar mashinaga, hatto katushkalar kuyadi.